Go'kdeniz shular jumlasidan. U Korkutning harbiy kemalarga o'rnatiladigan versiyasi bo'lib, 4 kilometr jangovar radiusga ega. Tizim kemaga qarshi raketalar va dronlarga qarshi kurashishga mo'ljallangan. Ushbu ro'yxatda keyingisi Goksur bo'lib, u zenit raketalardan foydalanadi. Shu bois jangovar radiusi kengroq. Tizim 15 kilometr masofadagi tahdidlarni zararsizlantira oladi. Yana bir tizim Leventda esa bu ko'rsatkich 11 kilometr. Ammo bu hammasi emas. Turklar flot uchun Hisar va Siper havo mudofaa tizimlarining dengiz modifikatsiyalarini ishlab chiqqan. Ular Istanbul sinfiga mansub fregatlar va TF-2000 esminetslarga o'rnatiladi. E'tiborlisi, kemalar mahalliy korxonalar tomonidan qurilgan. Turkiya 2030-yillar o'rtasiga borib, o'z qirg'oqlari bo'ylab mana shunday kemalardan 16 ta joylashtirmoqchi. Ular nafaqat flotni himoya qilishi, shuningdek, Turkiyaga uchirilgan raketalarni quruqlikka yetib bormay tutib olishlari kerak.